Opa, qulupnay nechi pul? 25 mingdan bo'ldi uka. O'lchaymi, olasizmi? Qimmat aytyaptilar. Opa, 5 ming so'mlik o'lchab berib bilasizmi? Uka, olganga yarasha 1 kilo oladi, 2 kilo oladi. Erkak kishi ham 5 ming so'mlik. Endi grammlab o'lchab o'tiramanmi sizga? Ko'proq oling-da endi. Opa, onam og'ir betob edilar. Necha kundan beri tuz totganlari yo'q. Bugun ko'zlarini ochib, qulupnay yeyman bolam deganlariga dunyolarga sig'may ketdim. Agar jannatdan meva olib kel desalar, jannatga ham borishga tayyor edim, opa. Iloji bo'lsa shu 5 minglik o'lchab bering. Bozorga chiqibdi qulupnay, yetkazdi xudodan aylanay. Ilinib olvolay, onamni ko'rgani boraman. Ishlarim yo'limni to'ssa ham, poyimda tikanlar o'ssa ham, bir dasta gul olib bo'lsa ham, onamni ko'rgani